Odilli fermer obunachilari, sizlarga xudo xolasa mana konkursni udarini boshladi. Xudo xolasa bizga kanalimizga, Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Konkurs o'tkazib yuboringlar. Obunachilarimizni xursand qiladigan konkurs boshladi biz. Tomosha qilib turinglar. Ko'rasizlar konkursni. Mana konkursimiz xudo xolasa obunachilarimiz mana bu o'rdamiz bosib yotibdi. Hozir cho'milib chiqib, qurinib yotishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bunday tagida 21 ta tuxumi bor. Xudo xolasa uzog'i bilan bir haftada ochib chiqadi. Ikkinchisi u yashilni ichida turibdi. Unisini tagida 11 ta tuxumi bor. Xudo xolasa. Unisi bundan 10 kun keyin ochish kerak. Xudo xolasa mana shularni konkursga qo'yamiz. Bir oyning ichida agar kanalimizda 10 mingta podpischik bo'lsa, Instagramda 10 mingta, YouTube'da 1000 ta podpischik yig'ilsa, xohlasalaring kommentariyada yozinglar. Shu ikkita oilani ikkita odamga bo'lamiz, beramiz. Xohlasalaring cho'jasini ikkita qilib 10 ta, 15 ta odamga ikkita cho'ja qilib bo'lib beramiz. Buni kommentariyada yozinglar fikrlaringni qanday qilish. Xudo xolasa mana shu ikkala partiyani obunachilarimizga atadik. Obunachilarimiz podeshkani bosinglar endi sizlar ham. Like bosib, repost qilib, tanishlaringga jo'natinglar. Bunda 11 ta tuxum bor. Bunda 21 ta tuxum bor. Bu yaqinda ochadi. Ochishi bilan video qilamiz. Xudo xolasa hali oldinda 1 oy vaqt bor. Ular ochadi, 1 oy vaqt ichida ochib chiqadi. O'limdan o'tib, o'sha monolarga yetadigan bo'lib qoladi. Ular mana 35 kun, 36 kun bo'ldi hozir. Gazni bosinglar. Tanishlaringga tarqatinglar, maksimalniy darajada tarqatinglar, чтобы kimdir o'rdak yutib olishi mumkin. Firma qilaman deb kimdir sharoit bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Kommentariyada yozinglar qanday qilib bo'lishdi buni. Xohlasa bitta oilani bitta odamga beramiz, xohlasa cho'jalarini 2 ta yo 4 tadan qilib ko'pchilikka tarqatamiz.